Annyeonghaseyo yorobun, bugun sizlar bilan qaynonamnikiga get ready with me. Qani ketdi. Birinchi bo'lib mana shunaqa shim tanladim. Shim kiyamiz. Tepamga mana shunday harbiycha kiyim kiyamiz. General qaynonamnikiga ketyapmiz va paypoq. Chunki krossovka kiyaman. Xo'sh, qaysi bir sumka qulayroq? Bu yerda tanlayapman va qizilga to'xtaldim. Chunki u keng, ichiga hamma narsa sig'adi. Xo'sh, men tayyor. Qani ketdi. Koreyada yomg'ir. Necha kundan beri yomg'ir yog'yapti. Ertalab erta uyg'onganimiz uchun hech narsa yemagandik. Chicken bilan shirinlik, kofe, muzdek. Men sevgan limon, asal choy va energetik. Bu yerda tirnoqlarim maqtanib ketyapman. Kichikroq tirnoq qildim. Chunki qaynonamnikiga ketyapman. Hech narsa demaydi, baribir ham ko'zga yomon ko'rinmaslik kerak. Va nihoyat yetib keldik. Bu qaynonamning kichik bog'i, gullari bor. Gullarni juda ham yaxshi ko'radi. Aytgancha Narani qaynonasiga o'xshab, meni ham qaynonamni kuchugi bor. Ya'ni qaynonamning ikkinchi o'g'li, ismi Poki. Juda ham aqlli kuchukcha. Va qaynonam bizga shirin sho'rva va salatlar tayyorlab qo'yibdi. Maza qilib yedik. Aytgancha qaynonamga yo'lda gul sotib oldim. Qaynonam juda ham xursand bo'ldi.